Kamyon topib oldim. Menga tashlayapsanmi, gadoy? Shunaqa qilib ikkovlaring ham qasam ichib ayta olasizlarmi? Mana bugungi kun ham o'tdi. O'zingga shukr. Kamyonmi? Kimniki ekan bu? Katta pul ekan-ku. Kim yo'qotib qo'ydi ekan? Egasi ham rosa qidiryapti turgandir. Shu yerda Marif akaning gastinsasi bor edi, olib kirib ko'ray-chi. Ishdan qaytib turdim, mana shu kamyon topib oldim. Ichida 800 ming puli bor ekan. Boyagina menga Muhammadjon degan ukamiz telefon qiluvdilar. Juda ham katta summalarni yo'qotib qo'yishgandi. Topib olganga 100 ming rubl suyunchi puli ham beraman deyishyapti. Keling, men telefon qilaychi, balkim o'sha kishinikidir. Hozir 1 minut. Alo? Yana kelib qoldi. Ya, assalomu alaykum. Aka qalaysiz, yaxshimi? Aka tuzimsiz? Kim topyapti aka pulni? Va bu kishim topdi. Aka 800 ming puli bor ekan ichida. 800 ming? Hozir endi 100 ming so'm shu cho'laqqa beraveraman. Hozir sani boplayman. Lekin bu yerda men 900 ming so'm pul yo'qotganman. 100 ming so'mini topib bergan odamga padarka qilib beraman degan o'zi 100 ming so'mini shundoq ham uxlatibsan-da. Quruq bo'lmasin, qolganini ham olib kelibsan, buni olib qo'yman senga. Menga birovda haqqi kerak emas. Men keyin gadoy emasman sizga. Sen hozir meni o'zimni pulimga uxlatib turib, yana sen menga tashlayapsanmi, gadoy? Bu masalani hozir boshqacha yo'li bilan hal qilamiz. Bo'laveradimi? Meni o'zim bozorda bir yaqin tanishim. Shunaqa qilib ikkovlaring ham qasam ichib ayta olasizlarmi? Ha, qasam ichib aytaman. Men 800 ming pul topib oldim. Men 900 ming pul yo'qotganman. Demak 800 ming pul mo'min to'yda qoladi, sen 900 ming pulingni boshqa joydan aqtarasan.